Juda ham ko'p hollarda biznes egalari yoki rahbarlar ERP proyektlarga faqatgina bu IT proyekt deb qaraydi. Aslida ERP proyekti yoki korxonani o'stirish uchun har qanday proyekt bu faqatgina IT ning ishi emas. Даже bunaqa proyektlarni IT boshqarish kerak emas. Bunaqa proyektlarni top menejerlardan bittasi kuchli biznesni tushunadigan, biznes proseslarni tushunadigan odam boshqarish kerak. Har bitta решение IT yechim bu proseslar bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Korxonangiz uchun har bitta ERP proyekt yoki boshqa IT yechim yaxshi rezultat, natija berishini xohlasangiz, har bitta proyektga e'tiboringizni kuchaytiring va proyekt borishini nazorat qiling. Har bitta proyekt biznesingiz uchun o'sish nuqtasi bo'lishi kerak. Biznesingizning yangi qadamga chiqishi uchun ishlash kerak. Bu proyektlar biznesingizni transformatsiya qilish kerak. Aksincha bu qimmat o'yinchoqligigacha qolib ketadi.